Demak aziz do'stlar, ayni damda biz Surxondaryo viloyatining Sarosiyo tumanidamiz. Turmushobod mahallasidamiz. Mana shu yerdan bir 5 kilometr shunday yursangiz, demak Tojikiston chegarasi ekan. Shunday rushutkalar qo'yilgan Tojikiston chegarasi. Bir amallab yetib keldik. Demak, musulmon Hikmatullo akamiz 40 ming dollarni belini qayirib ketgan akamiz esinglarda bo'lsa, bilasizlar do'stlar. Mana shu 40 ming dollarni hozir xonadonlariga olib keldik. Mana hozir mahallalardamiz do'stlar. Mana juda ham bir labirint ko'cha ekan, ey. U yoqdan kiramiz, bu yoqdan kiramiz, xullas bir amallab tovib keldik. Mana bu yoqda mana daraxtlar ham ochilib turgan ekan. Chiroyli bo'lib, mana shu yoqdan turib gapirsam qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladimi? Gap yo'q. Demak, to'rpachkani belini qayirib ketgan akamiz Hikmatullo akamizning xonadoniga keldik. Mana kay. Bizni kutib turishibdi yaqinlari, aka-ukalari, jigarlari, hammalari. Demak, yutuqlarni topshiramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz buvajon? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ha, qanday bo'lyapti? Issiqlar qiynamayapti buva? Yaxshi, qiynalmayapti. Gap yo'q, gap yo'q. Yer kimlar paytlarida Toshkentda o'qidim, institutlarda. Aha. Afg'on urush qatnashdim. Istachi ofitser zapasida. Gap yo'q. Mana shu 12 ta farzand dunyoga keltirdik, 8tasi barhayot. Mana nima domillongiz ketdi, o'zbekcha edi. Men tojik edim. U kishi o'sha Sarosayda o'qigan yo'q. Gap yo'q. Shuma tojikmi bobo? Men tojikaman. Men kampiram o'zbekcha. Anagay. Avay bu hajda. Chamba daromad edi bobo shuma? Men 50 sol. 50 sol. Kampiram bilan 50. Yilliginchi yil ekanlar bu. Mana. Anakay, gap yo'q. Assalomu alaykum. Aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Yo'linglar qani? Shaqqa ichkariga qarab yuraylik endi. Soyada bir to'rtta gurun qilayotgan do'stlar. Musulmonov Hikmatullo akamiz Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumanidan 40 ming dollar yutib olgan akamiz. Assalomu alaykum. Hojonalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'liklari yaxshimi? Juda ham ko'rib xursand bo'ldim sizlarni. Singillarim. Aha. Bu yoqlar kimlar? Bu singlim. Mana bu qaysinglim. Kampirimiz singlisi, singlim. Hamma qarindosh. Mana singlim, kelinim. Mana qizim, mana shu nevaralarim, bolalarim mana. Hamma qarindosh, to'g'rimi bu yoqda? Qarindosh. Shunday. Hamsoylarim bor. Gap yo'q. Assalomu alaykum Surxondaryo. Assalomu alaykum Sarosiyo. Mikrofon ham bormi? O'zi menga mikrofon kerak emas. O'zi ovozim mikrofondan baland. Tak. Qani bitta qo'llab-quvvatlab endi qarsak chalib, chiroyli baqir-chaqir qilib turasizlar endi. Hay, mana bu boshqa gap. Mana bu boshqacha bo'ldi. Boshqacha bo'ldi bu. Buni olib qo'ying, bu kerak emas. Kerak emas, 4 yil institutda nimaga o'qidim men? Ovozim bir shunday hovlini nima qilmasa. Tak. Demak aziz do'stlar, yana bir marta eslatib o'taman. Kuni kecha Bahodir Burat kanalidan Surxondaryo viloyatining Sarosiyo tumani Turmushobod mahallasidan Musulmonov Hikmatullo akamiz 40 ming dollarni yutib ketuvdilar. Demak, o'sha baxtli inson to'rpachkani belini qayirib ketgan, mana qo'limda turibdi. Mana shu insonni demak Hikmatullo akamizning xonadonlariga keldik. Gap yo'q, anakay. Anakay. Yo'l yurdik. Yo'l yursak ham juda ham mo'l yurdik va oxiri Tojikistonni tagiga Sarosiyoga yetib keldik endi. Sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik, albatta. Dadalar, siz bo'lasizmi? Buvajon, ismingiz nima edi? Musulmonov Ahmadqul. Musulmonov Ahmadqul buvamizga topshiramiz hozir. Qarsak chalib turasizlar, maylimi? Gap yo'q, anakay. Ketdim anakay. Patnis keldi anakay. Buva ushlang. Patnis to'shlang. Ketdim anakay. Qarsak chalib turasizlar do'stlar. Birinchi 10 ming dollar anakay. Mana bu ikkinchi 10 ming dollar. Mana bu uchinchi 10 ming dollar. Manakay, mana bu 4-chi 10 ming dollar jami bo'lib 40 ming dollar bo'ldi. Gap yo'q anakay. Tabriklaymiz. 40 ming dollar bilan muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda ishlating. Endi buva, marhamat bitta yaxshi tilaklarni, istaklarni bildiring qani. Avvalambor sizlarga katta rahmat. Shu nima mana shu yutuqlar hammaga nasib qilsin, bolalarga, tavora tashkilot rahbarlariga ham, tashkilot nima qilayotganlarga ham, xalqimizga, Bahodir Burat nimalarga ham Xudo nasib qilsin. To'ylarga buyursin. Nima niyat qilgan bo'lsa, shu niyatlariga Hikmatullohimizday
shu niyatlarga yetkazsin. Hamsoyalar, qeshtavorlar, qishloqdagi mana rayonimizdagi vatanimiz barchalari hammasi bolalar ham sog' salomat shu mana yutuqqa hikmatilla erishganda erishsin. Shu men shu yaqinda paytlarda Toshkentda institutlar o'qib keldim. Nima institut o'qidingiz bu? Men qishloq xo'jaligi agroxo'jalik bitirib keldim. Kampirimiz pedagogni bitiribdi. O'zbekcha edim, men tojik edim. Bir sinfda o'qigandim, 12 ta farzand bo'ldi, 7-8 tasi barhayot. 3-4 tasi ketdi, asamsa o'lib ketdilar. Baxtlimiz shu afg'on urushida qatnashdim, shu ofitserlik istarchilikdan vaqtda bandel o'tar institutda. Starship leytenant bo'lgansiz. Ha, mana ofitser. Pagonlar ham bormi bu? Ofitserskiy nimalar bor, medallar ham bor. Ha, bir ko'ramiz hali ular. Do'stlar, buvamni pagonlarini ham bir ko'ramiz hozir. Qanday xudo xolasa 77 yosh chiqarchilaydi. Ani kay. Gap yo'q. Utkam 80 yoshda. O'zi 25 25-avgust tug'ilganman. Salomat bo'ling. Mayli. Hammaga ham buyursin. Mani onam. Rahmat. Kelingizlar qani, bu yoqlar kimlar? Bu yoqlar. Bu mana kuyovim Hoji bobo. Aha. Mana bu nimamiz bu ayolimizni bu nimani bojamiz. Ayolimizni singlisi. Gap yo'q. Bu qo'y singlim. Kelin qani? Momo bu yoqdan kelin qani? Bu singlim. Kelin qani? Mana siz amma bo'lasizmi? Amma keldi, hamma keldi. Tabriklaymiz. Rahmat. Manikay jiyaningiz 40 ming dollar yutib oldi. O'tgan yili meni o'g'lim 10 ming dollar yutib. Anikay. Men aytdim shu momam ko'zimga bir issiq ko'rinyapti. Momamni qayerda ko'rganman deyman-da shu. Shu 10 ming dollar yutgan siz o'lingizmi? Ey, qarang esimdan chiqib ketganini qaranglar. Sizni ko'rganman moma, lekin men sizni. Rahmat sizlarga. Shunday. o'qituvchi olim bo'ldi qizim. Anikay. Gap yo'q. Mana Gap yo'q. mana kelinim, mana bu kelinim. Anikay. Tillo kelinim mana. Rahmat. Hikmatilla akamiz nechta farzandingiz o'zi? Men eng kenjam. Eng kenja. Gap yo'q. Akalari qani akalari? Kelingda, yoqdan keyin qani. Aka ismingiz nima edi sizni? Ismim Jumanazar. Jumanazar aka. Mana 40 ming dollar yutdi ukangiz. Niyat nima endi? Niyat. Ayting qani bir. Xudo xohlasa shu otamizni hajga yuborish. Yonasi. Gap yo'q. Keyin qolganlari mana shu uylarni bir tartibga keltirib, Xudo xohlasa yaxshi kunlarga ishlatish. Gap yo'q. Bitta qarsak bo'lsin. Yaxshi niyat, yaxshi tilaklar uchun bitta qarsak bo'lsin. Sizlarga ham, shu Bahodir bratga ham, sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Shu o'yinni hammaga nasib qilsin shunaqa kunlar. Rahmat. Endi bu ham bu nasrda bu. Albatta. Omad. Gap yo'q do'stlar. Demak, Manikay 40 ming dollarni Hikmatilla akamizni xonadonlarga olib kelib topshirdik. O'zlari ham Manikay aloqada ekan. Kelinglar qani bir o'zlari bilan gaplashaylik. Manikay. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. O'zlaring yaxshimi? Tinchmisizlar? Yaxshi keldilaringmi? Xudoga shukr. Xonadoningizdamiz Manikay. Qarindosh urug'lar, yaqinlar hammasi shu yerda. Buvamni qo'liga olib kelib topshirdim Manikay 40 ming dollarni. Rahmat aka. Sog' bo'linglar, rahmat. O'g'illarga shukr. Ishlaringga Alloh rivoj bersin ilohim. Rahmat. Nima niyat qilgan bo'lsanglar ilohim, niyatlaringga erishib yetib yuringlar ilohim. Shunday bizni xursand qilyapsizlarmi? Alloh sizlarga 100 baravarini bersin ilohim. Rahmat. Surxondaryo gazga bosinglar, ey. Qaytmanglar, gazga bosinglar. Rahmat. Sog' bo'ling, gazga bosing. Tabriklaymiz. Yutuqlar yana bir bora muborak bo'lsin. Mana shu 40 ming dollarni yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlatinglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. To'ylar ham bor ekan. Kelin qani. Buni kiyamiz. Kiymasak bo'lmaydi endi, ye. Qanishni. To'nni kiyamiz Manikay. Rahmat. Anakay. Albatta sarosiyoliklar gazga bosib urasizlar. Mana shunday yutuqlarni o'zimiz xonadoningizga olib kelib, yaqinlaringizni mana shunday xursand qilib, to'y tomosha qilib topshirib ketamiz. Qo'ying endi muzikani balandroq. Qo'ying qani? Gap yo'q.